Bu uy shunchalik magnitni o'ziga tortyaptiki, hatto mana shu darvozadan kirgan любой bitta odamni diqqat e'tiborini tortmasdan qo'ymaydi. Yaxshilab joylashib, yoningizga choy, kofe damlab qo'yinglar, ketqizgan vaqtingizda achimaysizlar. Chunki bugun sizlar bilan mana shunaqa oppoqqina qasr uyiga birgalashib sayohat qilamiz. Mana bu uyga qaranglar, ayniqsa fasadni pastellik uyimizga yanada ko'rk bag'ishlab turibdi. Bu yoq tarafini qaranglar. O'zi tashqari tarafda bemalol 2-3 ta mashinalar sig'adi. Agar mashinalar ko'p bo'lsa, avtomatik darvoza qo'yilgan. Bu yoqda ham bemalol 2 ta mashina sig'adigan parkovka qoldirilgan. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana shunaqangi chiroyligina yozgi oshxona qilib qo'yilgan, barbekyu zona ham hamma qulayliklar qilib qo'yilgan. Mana shunaqa landshaftniy zonani ham o'zingizlar bitta baho berasizlar. Ayniqsa menga yoqqani mana shu sharsharani qaranglar. Bir piyola choy olib, mana bu tapchan qo'yib qaranglar. Ovozini o'ziga miya dam oladi-ku. Oila davrasida tapchanga o'tirib bir piyola choy ichib o'tirishga nima yetsa, mana terrasalarni qaranglar, uyni qaranglar, ko'z ko'rganda quvonadigan uy. Aka, inshaalloh niyat qilib bitta xolis yurakcha bosib qo'ying, yurakcha bosib qo'yish qiyin emas. Ana endi bu go'zal uyimizga birgalashib ichini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Mana buni qara, tanlangan ranglar bor, ko'rganda odam ko'zi shunaqangi mazza qilib dam oladi. Kirib kelishimiz bilan mana shunaqa katta studiy formatda hol zal qilingan gap so'z bo'lishi mumkin emas. Kattagina panorama oyna, mягкий zona, TV zonani aytmislar, увлажнительligicha qo'yib qo'yishgan. Gap so'z yo'q, niyat qilganlar shu joyda bitta like bosib qo'yamiz. Ayniqsa tanlangan ranglar menga juda ham bir yoqdi. Kirishimizdan oyoq kiyim va kiyinish uchun joylar tashab ketilgan. Ana endi ayollarimizga ko'proq vaqtni o'tgan oshxonaga olib o'taman. Oshxona ham boshqa dunyo, oppoq qordek yaltirashini qaranglar. Oshxonani kattagina panorama oyna, bu yoqdan ham to'g'ridan-to'g'ri terrasaga chiqib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, ana endi kelinglar sizlarni birinchi etajimizdan yotoqxonasi bilan tanishtirib o'tib ketaman. Bu yotoqxonamizning o'zining ichida sanuzyullari ham bor va yotoqxonamizning kengligiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasiz. Sanuzyullarni ham ko'ryapsizlar. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana shunaqa har bitta uyda ham bunaqa xonani uchratmaysiz. Sanuzyul, lekin kattaligi o'zingizlar bitta baho berasizlar. Juda ham bir noodatiy chiqqan, qaranglar, juda chiroyli. Va shuning yonida mana shunaqa yana bitta sanuzyul, kichkinagina sanuzyul tashab ketilgan. Videolargacha qo'yib qo'yishgan. Ikkinchi etajimizga keladigan bo'lsak, ikkinchi etajimizda 4 ta yotoqxona bor. Yotoqxonalarni ko'ryapsizlar. Xo'p, podvalga keladigan bo'lsak, podvalda olgan odam sport zal, kinozal qilib qo'ysa bo'ladi. Manzilga to'xtaladigan bo'lsak, manzilimiz Mirobod rayoni Alfaganus yonida joylashgan 4,5 sotu 600 kvadrat. Mana shunaqa hashamatli uyimizda sizlarga yoqqan bo'lsa, chin dildan bitta like bosib qo'yinglar. Aytgancha bizga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Bizning profilda bundan-da chiroyli hashamatli uylarni kuzatib borasizlar.